Assalomu alaykum go'zal gulshaydolari. Yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Xorazm gullari YouTube kanalini obunachilari, hammamizni oilamizda tinchlik, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Bugun sizlar bilan gullarimizni har xil hasharotlardan, klish, tripis, chervets, shitavitka, qora pashsha, oq pashsha, shira kasalliklariga qarshi обработка qilamiz, ya'ni dorilaymiz. Xullas, Actilek degan dori bor. Uni har xil ko'rinishida bo'ladi. 10 milligramligini olganman o'zim uchun. Ampula, xuddi uqulni ampulasidek bo'ladi. O'shani sindirib ichidan kerakini olib, qolganini mana shunaqa kichkina idishga solib qo'yganman. Mani sotiladigan gullarim ko'p bo'lgani uchun kattaroq hajmdagini olganman. Agar sizda kam bo'lsa 2 milligram 2 litrga ishlatadigani ham bo'ladi, olsangizlar. Cho'ntak bop demoqchi edim. Buni men 25 mingga olganman. Sindirib idishni bo'shatib bunga solib qo'yganman. Xullas, tinigan toza suv olasizlar. Iloji boricha bolalarni uzoqroq qilinglar, sprey qilgandan keyin, обработка qilgandan keyin bolalarni umuman yaqinlashtirmanglar 2 kungacha. Iloji boricha maksimum 2 kun, maksimum 3 kun, eng kami 2 kun bolalarni yaqinlashtirmaysizlar, allergiya berishi mumkin. Xullas, bir shpritsda tortib olasizlar. Menda 1 litrli pakalashga toza suv 2 milligram tortib oldimda, mana 1 milligramini soldim. Hozir o'zim gruppamda ham ko'rsatib o'tdim. Telegram gruppamda. Ozroq sprey qildim. Keyin sizlar bilan ham bo'lishkim keldi. Ko'pchilik bilmaydi. Har oyda kamiga 1 marta обработка qilish shart va zarur. Sizni uhotingiz zo'r bo'lsa ham, ozuqangiz zo'r bo'lsa ham, gullaringiz o'smayaptimi, demak qilish bo'ladi. Qilish yoki boshqa hasharot bo'lishi mumkin. Keyin qilishni ko'rinishi mana qaranglar. Men yozda biroz ishlar bilan bo'lib qara olmadim. O'sha paytda qilish tushgan. Mana ko'rdingizlar, unga o'xshagan tochka narsalar bo'ladi. Bargini mana bu yerlarida, hamma gulni. Bargini mana bu yerlarda o'rgimchak nimasiga o'xshagan, qurumga o'xshagan narsalari bo'ladi. Agar ko'zi o'tkirroq odam yaxshilab bargini orqasi tarafini qarasa, bargni qanaqa ko'rsatsam ekan endi. Bargni orqa tarafida mana bunday огородка deydi. O'ydiq joylarida, mana barg nimalarida oppoq unga o'xshagan narsalar yopishgan bo'ladi. Mayda ignani uchidek narsalar, hasharotlar yurishi ham mumkin. Agar hasharot bor bo'lsa, ko'rinsa, bu o'tlashib ketgan, ya'ni juda ko'payib ketgan normasi bo'ladi. O'shuning uchun tezlik bilan Actilekni olamiz. Ko'chada bo'lsa B58 ni olamiz. Bular universalli. Hamma qurtga qarshi. Actara bo'lmaydi. Oldindan aytib o'taman, Actara faqat gruntdagi va gruntdagi hasharotlar uchun, hamdasa muchnisti cherves bo'ladi, oq unga o'xshagan bo'ladi. Uni sprey bilan ketkazish qiyin. Chunki ustida uni bo'lgani uchun zashita qilib nima qiladi? O'zini zashita qiladi sprey qilganda. Uni gruntga berasiz. Gruntdan ildizga boradi, ildizdan tanaga borib, tanadan o'sha nimani hasharotni oshqozon ichagiga kirib, kishechna kontaktni deydi, o'shanaqa o'ldirsa bo'ladi yoki yuvib tashlab tez обработка qilib turish kerak. Actara qilishga umuman ta'sir qilmaydi. Mana bu Actilek bo'lsa, hamma qurtga insekta akaritsid deyshadi. Hamma gulga ta'sir guldagi har xil hasharotlarni yo'q qiladi. Xohlagan hasharotingizni yo'q qiladi. Faqat chirishlarga qarshi ishlamaydi. Faqat hasharotlarga ishlaydi. Sprey qilganlaringizda bargni birinchi iloji boricha gulni yaxshilab birinchi epin sprey qilib olasizlar. Stressga qarshi bir kun oldin epin sprey qilgan ertasiga grunt
iloji boricha nam ho'l bo'lishi kerak. Menda hammasi kecha sug'orilgan. Keyin qo'lingizdan kelsa dush qilib olish shart. Dushni iloji bo'lmasa gulingiz ko'p bo'lsa, mayli unda ham bo'ladi. Menda shunaqa обработка qilaman. Oyda bir marta hasharot bo'lsa ham, bo'lmasa ham dorilab turaman. Birinchi dush qilib oldingiz, epen sprey qildingiz, gruntni namladingiz, keyin dorini qilasizda 1 soatning ichida ishlatish kerak. 1 soatdan keyin ta'sir qilishi o'lib qoladi, ta'sir qilmaydi. Buni aralashtirgandan keyin aralashmani saqlab bo'lmaydi 1 soatdan keyin. Tashlab yuborish kerak. Yengilgina bargini ustiga, barglarni orqalariga yaxshilab e'tibor berasizlar. Yaxshilab borish kerak. Gruntning yuza qismiga yengilgina, atrofiga, tuvakning atroflariga ham sprey qilasizlar. Turgan joylariga ham sprey qilasizlar, chunki qilish o'ta yomon narsa. U ko'zga ko'rinmaydi. Hamma joyiga turgan mana bu stenalar bor-ku, parda bo'lsa pardalaringizga ham sochib yuborasizlar. Hamma joyiga mana shunaqa qilib sochasizlar. Buni agar qilish tushgan bo'lsa, har 5 kunda bir marta shunaqa yengilgina sprey qilib chiqsangizlar bo'ladi. Qilish tushmagan bo'lsa, oyda bir marta qilasizlar xolos. Qilish tushmagan bo'lsa shart emas. Har 5 kunda 3 marta sprey qilish shart emas. Lekin agar bunaqa qilish bo'ladigan bo'lsa, mana buni уже обработка qilib bo'lganman, lekin bargda dog' qolgan, bu endi yaxshi bo'lmaydi, ketmaydi, shu holatda qoladi bu. Barg yangi o'sgandan keyin bu eskirib tushadi. Agar shunaqa ko'rsangizlar, mana tochka mayda shunaqa dog' ko'rsangizlar gullaringizda, birinchi marta обработка qilishingiz bo'lsa, bugun sprey qildingizmi, 5 kun sanaysiz. Maksimum 5 kun hozirgi issiq paytda 5 kundan keyin yana qaytarasiz shu обработкani. Ikkinchi обработкаdan keyin yana 5 kun sanaysizda, yana 3-chi marta обработка qilasiz. Bu shart va zarur. Chunki birinchi safar sprey qilganingizda siz onalarini o'ldirasiz. Mana shu bargda уже tuxum qo'yadigan onalar o'ladi. Keyin u lichinkaga ta'sir qilmaydi. Urug' qo'yadi-yu tuxum. Bu dorilar lichinkaga hech qaysi ta'sir qilmaydi. Aktariya ham boshqasi ham ta'sir qilmaydi. Himoya qobig'i bo'ladi lichinkani. 5 kun orasida o'sha lichinkalar yorib chiqadi, sal katta bo'lib qoladi, lekin tuxum qo'yishga ulgurmaydi. O'sha 5 kunning ichida siz sprey qilib обработка qilib olishingiz kerak. 7 kunga o'tkazdingizmi, u уже yana lichinka qo'ygan bo'ladi, kech qolib ketgan bo'lasiz. O'shaning uchun ko'pchilikda qayta обработка qilaveradi, ketmayapti, yana paydo bo'libdi degan gaplar bo'ladi. 5 kunning ichida 3 kun 5 kun orasida bizda havo quruq bo'lgani uchun tez rivojlanadi hasharot. Sprey qilasiz. Ikkinchi martada o'sha lichinkadan yorib chiqqan katta hasharotlar o'lsa, 3-safarida, 3-marta sprey qilganingizda u yoq bu yoqda qolib ketgan, mabodo ertaroq chiqqan lichinkalar urug' qo'ygan bo'lsa, o'shalar chiqib, hali urug' qo'yishga ulgurmagan bo'ladi. Siz oxirgi marta sprey qilib hammasini o'ldirasiz. 3 обработка ham juda muhim. Har birisini vaqt soatiga qarab to'g'ri обработка qilish shart va zarur. 3 marta обработка qilganingizdan keyin nasib inshaalloh ketadi, lekin men bargidagi zarar yegan barglar yaxshi bo'lmaydi. Keyin har 20 kunda bir oyda profilaktika uchun sprey qilib turasizlar o'sha dori bilan. Sog' salomat bo'linglar. Xudo xolab nasib qilsa bu yog'iga endi yaxshi ma'lumotlar qo'yib boramiz. Kanalimizga a'zo bo'lib, like va podpiska bosib qo'yinglar. Sog' salomat bo'linglar.